Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotadigan uyimiz Qo'ysliqdagi 2 etajli kottedj domlardan 3 xonali kvartiramiz sotilyapti. Eng qizig'i buning bahasi вообще zo'r senada qo'yilyapti. Videoning davomida aytib o'tamiz, baholarni esimda qolgan kreditlar ham bunday kredit qilgan o'zi ko'ramiz. Qo'ysliqdan beton yog'idan tushib kelsanglar, mana toza solingan domlar emas, bu yog'idan yo'l domlarga qarab tushsanglar, o'ng qo'lingiz yo'l dom, chap qo'lingizda domlar 2 etaj. O'zi 3 xonali dom solingan 2 etajdan. Birinchi etajında 3 xonali kvartira sotilyapti. İçi bilan tanishtiramiz, baholarni video oxirida aytib o'tamiz. Ketdik. Uyning kirish qismi shunday koridor. Koridordan xonalarga bo'linadi. Birinchi xonasi zal, ikkinchi xonasini spalniy, kundalik o'tiradigan etib qo'yibdi. Bu yog'ida yana bir spalniy. O'rtada kuxnyasi, bu yog'i vanna sanuzeli. Bir koridordan ham bu yoqqa bo'lib qo'yibdi. Zalning razmerlari to'g'ri endi dimon katta emas, bu zato 3 xonali. Katta bir zal bo'lgandan xonasi ko'p bo'lgan yaxshi. Bu yog'ida mana kundalik o'tiradigan xonasi ishlab qo'yibdi. Asli bu ham bir spalniy. Bundan bu yog'ida mana o'rtada kuxnya. Kuxnyasi mana, kuxnyada mana umnikatyorlar qo'yilgan, stabilizatorlar bor, toza uchuchlar o'rnatilgan, endi ko'nada qolib ketmagan. Gaz plita, kuxnya mebel ishlar hammasi qoladi shu yerda kuxnya mebellar. Mana o'ziniki buni olib chiqib ketadi. Bu yog'ida 3-spalniyamiz, 3-xonamiz. Hozir mana ichida vejlar bo'lgandan keyin bir tar ko'rinib turibdi. Atak bu vejlarni olib chiqib ketgandan keyin normal bo'lib turadi. Hamma narsasini shu yerga qilib tashlagan ekan, kir mashina ham shu yerda, nelar ham shu yerda, hammasini ishlatmagan narsani bu yoqqa qarab qo'ygan ekan. Bu yoqda vanna sanuzel. Vanna sanuzeldan ko'rsatamiz. Uyning hamma yeri bir remont talab, remont etish kerak. Biz bu domlarga uncha ko'p pul ketmaydi remontini. Arzimagan pul bilan hamma yana bir qator chiroyli etib remont etib olsa bo'ladi. Ag'anadan bir o'zini turlab, chiroyli etib o'zining didindagidek ranglar bilan ishlab olsa bo'ladi. Joyimizning bahosini keladigan bo'lsak, joyning bahosi 170 million aytilyapti. Izinda 100 million atrofida kredit qolgan bankdan. Oylik to'lami 1,5 million, 1 million 800, 1 million 900 atrofida to'lam turibdi. Ko'tarilib tushib, endi o'sha bu yoqqa ko'tarilib bo'lgan, pastga tushib ketadi ekan oylik to'lamlari. Kelsanglar to'liq podrobniy ma'lumot beramiz, grafiklari bilan tanishtirib. Adresni tushunmagan bo'lsa, telefon adresini tushuntirib beramiz. Pastga egalarining ham nomerini yozib qoldiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, bizga kuzatishda davom eting. Sizlar bilan men Xitoycha.